Ha, qo'shnilar nima bunday xabar eshikka chiqib oldi? Uyimizda suv bosib ketdi. Suv tizimi ishlamayapti. Beri ham uyimda ishlamayapti. Idish tovog'ini yuvaman degandi, buzilib qoldi. Xabar uyida ishlamay qoldi. Nima qilamiz endi? Sistemani to'g'irlash kerak. Xabarimiz berga shikoyat qilsak, so'zlab berishadi. Davay, ariza yozamiz. Davay, portalga chiqaman. Men ketdim, portalga chiqib kelay. O, nihoyat video bo'ldi. Endi buni montaj qilish kerak. Obbo, montajga 250 soat vaqt kerak yani endi. Mayli, bir amallab montaj qilaman, chunki obunachilar meni videolarimni juda ham ko'p ko'rishyapti. Juda ham rahmat aytaman har bir obunachimga. Obuna bo'lib videoga like'larni bosishyapti. Juda ham xursand qilishyapti. Motivatsiyam oshib ketib, kuniga 8 ta 9 ta videogim kelyapti, lekin vaqtim yo'q-da. Agar vaqtim bo'lganda kuniga 16 ta video olardim, lekin qo'yil. Normalniy montaj va nihoyat tugadi. Endi buni renderga qo'yamiz. Bu qachon yuklab bo'ladi, bilmadim. Короче, tak bo'ldi. Bugungi 3-4 ta video yetadi menimcha yoki yetmaydimikan? Olaymi yo olishga vaqtim yo'q. Vaqtim bo'lsa 18 ta ham oladim aytganimdek. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo. Sizlar meni yangi video roligimda. Albatta videoni oxirigacha ko'rib kanalga obuna bo'linglar. Men juda ham xursand bo'lardim. Bu uchun albatta bu ish sizlar uchun juda ham oson, men uchun esa juda ham muhim. Men esa sizlar uchun har doimgidek video kontentlar tayyorlashda davom etaman va hozir esa janob mer nimagadir chaqirtirganda o'shanga borib kelishim kerak. Lekin nima uchun chaqirtirgani esa menga qorong'u, lekin kunduz kuni bo'lgani bilan qorong'u bo'lib turibdi, bilmayman. Kompyuter o'ynamaganiga ancha vaqt bo'lib ketdi. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum Jo'xa, o'ynaysanmi? Yo'q, buguncha vaqtim yo'q. Janob mer chaqirtirgan, qandaydir problema bor ekan. Problema, dahshat problema bor, menga ham aytishdi. Nima bo'pti? Nima problema bor ekan? Karoshda qishloqda kanalizatsiya qo'rlari ochilib ketib, suv chiqib yotibdi hamma uylarning ichidan. Aho, menga qiyin bo'pti-da. Sen ustamsan, sen sozlaysanmi, sen texnikmisan? Endi hamma kasbdan bir shingildan bor-da, hamma ishni o'zim qilaman, qishloqdagilarni. To'g'ri, lekin bo'pti, bor qilsang qil, omadingni bersin. Mayli, rahmat bratan, sog' bo'ling. Tak, har doimgidek o'sha ishlarni men qilishim kerak. Kanalizatsiya suvlari oqib yo'q. Uylarning ichini suv bosganmi? Mana uyni qaranglar. Oho! Hamma uyning ichini ish qilib men sozlab chiqmayin-da. O'xti, mana uylarni qanday sozlayman bu kanalizatsiyalarni men? Bilmadim, usta emasman-ku. Ustachilikni o'rganishim kerak. Qaysi uylar? Mana uyda ham bormikan? Kechirasizlar, iltimos, qochib tursanglar. Bu uyda men misol uchun yo'q. Sizning uyingizda nima suv oqmagan? Men unaqa sistema o'rnattirmagandim. Menga suv yo'q. To'g'ri ish qilgan ekansiz, lekin qo'yil, malades. Yaxshi ham o'rnattirmagansiz. O'rnattirganingizdan shunaqangi sizga ham problema bo'lardi. To'g'ri qilganman, rostdan menga o'zimga shunaqa aqlliligim zo'rda. Aqlli, malades, juda aqlli ekansiz. Gap yo'q, lekin bor. Mayli, men ketdim, borib endi ishlarni qilishim kerak, kanalizatsiyalarni sozlab chiqishim kerak. Tak, assalomu alaykum janob mer. Mana menga tayyorlab qo'ydingizmi? Va alaykum. Bu seni ish asbob uskunalaring, ya'ni kulchlar va boshqa turdagi narsalar shu ichida. Qanday o'chirib chiqaman? Suvlarni qanday olaman? Suvni shimdirish uchun senga narsa beraman. Suvni shimdirish uchun qanaqa narsa berasiz menga? Qarochi, ana boru, qarochi, qara, birinchi seyfni ochib ko'rdi. Mana o narsadanmi? O'shadan. Bo'ldi, mayli, hozir ishni boshlayman. Lekin bu juda ham ko'p vaqtimni oladimi deyman-da. Iloji yo'q, vaqtingni ko'p oladimi, kam oladimi? Qizig'roq qilishing kerak, qilmasang bo'lmaydi. Bu seni vazifang. To'g'ri. Qarang, hozir birinchi suvlarni nima edi, shimitaman-da, keyin mana bu narsalarning ichidagi narsalar bilan sozlab chiqaman, shundaymi? Xuddi shunday. Bo'pti, hozir hammasini yest qilaman unda. Hamma uylarni sozlab chiqishim kerak. Ular to'lov qilganmish qilib kanalizatsiya uchun, ya'ni issiq suv, sovuq suv uchun. Qilishgan hammasi to'liq, soliqlarni ham to'lashgan. Faqat sen soliq to'lamayapsan. To'layman, zarur deganingizga yurib kelibman o'zimdagi ishlarni qilmasdan. Mayli, keyin qilasan. Bor, tezroq ishlarni hal qil. Mayli, men ketdim. O'sha ishlarni tezroq hal qilib tashlab, keyin polizdagi soliqlarni ham olib kelib beraman. Birinchi mana shu uydan boshlaylik. Bratan ichda cho'gib o'tiribdi. Suzyapsizmi, brat? Yordam ber. Mana hozir shoshmang, mana yordam sizga. Mana tak olib ketaman. Bo'ldi, всё. Hozir men uni sozlashim kerak-ku axir. Tak, qayerga qo'ysam bo'ladi? Shu yerga qo'yam. Ikkita ekan, bittasi men kerak emas, bittasi yetadi. Tak olamiz va normal. Bo'ldi, bratan, suv oqmaydi endi. Rahmat, Jo'xa, boriga shukr. Arzimaydi, sizni ham boringizga shukr. Faqat soliqlarni o'z vaqtida to'lab qo'ying. Tak, mana uyda bormikan? Mana birinchi buni ko'ray. Bir kishi yashayotgan uyda ham nahotki bor. Bo'ldi. Bittasi bilan qancha suvlarni yig'ishtirib chiqsa bo'lar ekan, qaranglar, juda ham ajoyib. Tak, qo'yamiz.
tak kulishlarni olib sozlaymiz. Juda ham ajoyib bo'ldi. Buni olib ketaman. Soz bu ham tak yana mana bu uylarni ham ko'rish kerak. Hamma uy shunday. Oho, baliq boqsa bo'lar ekan bu uyning ichida. Tak qayerga qo'yilgan tak mana normali bir amallab qo'lim bilan yetib oldim. Xo'sh, bularni ham sozlab chiqish kerak. O'zi bitta yetar ekan mana bunaqa blok, chunki hammasini olib o'tirish shart emas, lekin ko'p haddan ziyod suv bo'lib ketadigan bo'lsa to'g'rilash kerak. Tak normali bo'ldi. Endi olib ketamiz buni. Bilmayman, qanday qilsam bo'ladi. Bu uyni tozaladim. Bu mana unda bormikan? Buni ham ko'rishga, hammasini ko'rib chiqish kerak. Ta bunda yaxshi ham yo'q ekan. Tak, mana bu katta uyni qaraylik ichini. Oho, buni ichida 700 kishi yashasa ekan. Shuncha. Tak, yana bitta blok sarflar ekanmiz. Iloj yo'q, oldik, normali. Ana endi buni ham sozlab chiqishimiz kerak. Kulchilarni shu yerga qo'yaman, olamiz va to'g'rilaymiz. Oboq hishayib qopti ekan bu. Tak, normali bo'ldi, sozladim. Xo'y, mana qaralaring. Mana uni ehtiyot bo'lib ishlat, tushundinglarmi? Chunki suv taydan biroz ozgina teginib yorsanglar ham tushib ketishi mumkin. Xo'p, rahmat Jo'xa, dushi bratishka, yog'iy bratan. Ha, bo'pti. Yaxshilab ishlatinglar. Agar nimadir bo'lib qolgan bo'lsa, telefon qilasizlar. Nomerimni yozib ol. 3 sasmay o'l. Tushundingmi? Bu senga qarata aytilgan. Bu meni haqiqiy nomerim emas, lekin senga qarata aytilgan. Tak, ana endi qaysi mana polizda suvni ham ishimdib qo'yaymi, keyin polizda suv qolmaydi. Voy yetellar, senlarning uyingda bunaqa problem bo'lmayapti, mana u uyda yo'q, ko'rinmayapti-ku. Men uyimda bo'lyapti, sozlab ber. Qani sening uying? Uy tomondan-ku. Bunga hozir boraman, sabr qilib tur. Xo'p, tezlash, iltimos. Men uyimda yashashim kerak. Tashqarida qolib ketdim. Senga bitta zo'r biznes qo'y aytaymi? Aytchi. Baliq bor-ku, baliq. O'sha bolasini olib kelib shuni uyingga qo'yib yubor, yashaydi. Baliqlar ham yashaydi, o'zing ham yashaysan. Hatto senga biznes bo'ladi. Baliqni sotsang bo'ladi, qovurib sotsang, olisang, qo'g'lisang, qo'rmay sotsang bo'ladi. To'g'ri aytyapsan lekin. Bo'ldi, shunaqa biznes qilaman endi. Davay, boshla shu biznesni. Xo'p, rahmat, addushi jigarim. Aha, ko'rdingmi? Men sen o'ylayman-da. Ko'rdinglar, mana shunaqa biznes g'oyalar berib turish kerak yetellarga. Tak, qo'yamiz va juda ham tez shimib olar ekan suvni, juda ham yaxshi. Yangisidan qo'yish kerak edi shu uchun. Tak, normali. Nimagadir tagidagi teshiklar yopilmaydi, buni qaranglar. Yopamiz. Yopilmayapti. Yaxshisi buni sindirib ham bo'lmaydi, kuchim yetmas ekan. Bo'ldi. Qarochi kleylab qo'ydim. Mana uni ehtiyot bo'lasizlar. Agar kley ko'chib ketadigan bo'lsa, tegmanglar, xo'pmi? O'zimni chaqiringlar. Xo'p, Jo'xa, rahmat, addushi. Aha, mayli, arzimaydi. Aytdim-ku, qaranglar, agar kleyni shuni ko'chirib yuborasizlar, suv mana uylaring ichini to'ldirib, qishloqni ichini ham to'ldirib qo'yish mumkin. Cho'gib o'lasanlar, tushundinglarmi? Xo'p, dedik-ku, nima bir gapga tushunmaysan? Tushunaman, senlar tushunmayapsanlar. Tushunganingga shuni buzmasding. U bizda aybimiz deb bo'lmagan, o'pishi xabariki bo'lib ketdi-ku, tentak. Shu hamma demak Nito boshqargan ekan bu narsani. Buni noto'g'ri ishlatasanlar, keyin hammangdiki ham gap butun qishloqdagi chiqib ketadi. Senlarning dastingda shaharda ham bundan shunaqa problem bo'lishi mumkin, qishloqdagi suv ta'sirida. Unday bo'lmaydi, qo'rqma. Qo'rqyapman-da aka, bo'pti mayli, ehtiyot bo'lib o'tirlaring. Mahali hamma uynikini qilib chiqqanimcha bilmayman soat necha bo'lib ketadi. Hammasini qilib chiqishim kerak. Tak, bu yerda ham xuddi shu problema. Buni olamiz yana. Xo'sh, kulichlarimizni shu yerga qo'yib, tak kulichlar olamiz va sozlaymiz. Bo'ldi. Mana shu oson sozlandi, juda ham yaxshi. Kichkina uyda, katta uydagilar vaqtimni juda ko'p o'tiradi. Mana bu yerda ham, oho, bu yerda qayerga ekan? Mana eshikning oldida ekan. Juda ham yaxshi ekan, tezroq sozlanadi. Bu soz ekan, bunga tegmaymiz, chunki o'zi suv chiqib qolishi rostdan ham jetellar aytgandek, bu hech qanaqa jetellar aybi emas. Opshi hammaniki birdan chiqib ketgan, chunki tepadan shunaqa noto'g'ri ulab yorishgan. Tak, normali. Okey, buni sozlash kerak ekan. Xo'p, kulchlarni mana shu yerga qo'yaman. Tak, kulchni olib turib ulaymiz. Bo'ldi, всё, normali sozladim. Jo'xa, rahmat, addushi, zo'r qildik, gap yo'q. Hammang shu addushi. Bir sanlar bir shahar bo'lib kelmay ekan. O'sha addushilab zo'r so'zlar o'rganib olgan o'zicha bular. Bu yerda yo'q ekan, yaxshi. Buni egasi ko'chib ketgan, hozircha yashamayapti. Qaytib kelsa kerak, dam olishga ketgandi. Xo'p, yana mana bu uyda ham bor ekan, egasi qo'yib ketgan bo'lsa kerak, to'g'rida. Yo, egasi eshikka chiqib olgan. Mana suzib o'tiribdi. Jetel, nima gap? Nima suzyapsanmi? Suzishga qatnashmoqchiman. Roha dedimmi? Jo'xa, rahmat senga. Arzimaydi juda ham. Sen addushi demadingmi? Men shaharga bormaganman. Yaxshi, borma. Maslahat borib o'tirma, sen ham buzilib ketsan. Xo'p, bormayman. Okaymi? Tentak xotinim-ku.
bir xil kiyinasizlarmi? Ha, biz luk qilib kiyamiz u. Ha, tushunarli. Bo'pti, mayli, men ketdim sizlarga. Sog'lik, omonlik, farovonlik, tinchlik, kitobxonlik, Buxoroxonlik, Qo'qonxonlik, Savodxonlik, yana Boburxonlik, yana qanday xonliklar bor yozib qoldiringlar. Tak, men esa yana qayerda? O'zimda uyimda yo'q, aniq, chunki o'zimda uyimda bunaqa holat bo'lganda o'zim bu yerlarda yurmasdim. O, mana uyda bor ekan. Tak, mana shu yerga ildiramiz va tozalab tashlaymiz. Juda ham zo'r. Buni qo'yamiz va kulchilarni olib turib sozlaymiz. Bu ham mana shunaqa qilib qo'ygan. Bunga kley surtamiz, to'xtanglar. Bo'ldi, kley surtib qo'ydik. Tak, bunga javob bermayman. Agar kleyni ko'chirib yuboradigan bo'lsa, aytgandek qishloq suv bosib ketishi ham mumkin. Voy, bratan, sizniki ostidan chiqib ketibdi suvlar. Mayli, sizga yaxshi bo'pti. Muhimi sizga tepadan oqmagan, kamroq joyga yetadi. Tepadan oqmasa, tak, normal. Bo'ldi. Все, olamiz. Va tak, yana nechta uy qoldi ekan? Mana buni sozladim. Xo'p, mana bu katta uyga kirdimmikan? Bu yerda yo'q ekan. Bu yerda egalari juda ham o'zga, nima desam ekan. Qarchi o'ziga to'q qo'ydilar deydik. Xo'sh, bu yerda ham yo'q. Ha, menimcha tugadi-yu. Menimcha hech qaysi uyda qolmadi. Bu yerlarni sozlab chiqdim. Qayer qoldi ekan? Bilish kerak aynan qayer qolganini va sozlashim kerak. Men kichkina uychani sozladim ekan? Yo, buni ichida yo'qmikan? Ha, bu yerda yo'q ekan. Yaxshi. Jetellar menimcha hech qayerda qolmadi, shundaymi? Ha, qolmadi. Qoch, galim uradi. Ha, Galim qo'li bilan o'ynashadi-yu, lekin menga tegmaydi uni qo'lini. Mana bu uyda qolib ketibdi-ku. Nima bu uyga men kelmadimmi? Nahotki kelmagan bo'lsam? Shuni nahotki shu uyimni oldagini o'zim ko'rmagan bo'lsam, tak, bunga qo'yamiz va kulchilarni olib turib, bunga o'tkazamiz. Bo'ldi, juda ham zo'r. Menga qara, Galim vachcha, qoch, oldimda turma. Mana bu yerda ham bitta bor ekan. Buni ham sozlaymiz va menimcha tugadi. Bu soz ekan, juda ham yaxshi ekan, soz bo'lgani. Tak, mana bu uyda bunda yo'q ekan. Buni egasi aytgandek yo'q. Buni ham ikkita, uchta uyda egasi yo'q, birdaniga bu yerda yo'q. Bo'ldi, hammasi cho'tga. Endi janob merga olib borib, asbob-uskunalarni va mana shimiydigan vositalarni berib kelishim kerak. Bu yerdagi uylarda yo'q. Mana buni egasi qo'ydirmaganman deganda. Janob mer, hamma ishlarni qilib bo'ldim. Ha, yaxshi. U narsalarni joyiga qaytarib qo'yib qo'y. Ya'ni shkafga.